Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Biz va nihoyat mana shu natural sonlar va ular ustida amallar mavzusini ikkinchi testiga keldik. Aslida oradan hech qanday kun o'tgani yo'q. Birinchi test shunday tugatib olib, ikkinchisini ishlab ketdim. Mabodo sizni ertaga indinga ko'rishingiz uchun bir so'rashib qo'yapmiz assalomu alaykum deb. O'zi birda ketidan sraz ikkinchi testni ishlashga kirishib ketdik. Xo'p, vaqtni cho'zmaymiz. Hangama bilan demak ikkinchi testni birinchi misolini ishlaymiz. Demak, ikkinchi test birinchi misol. Ikkinchi test bu nimadan bo'lyapti? Birinchi paragraf, birinchi mavzusidan birinchi savoli. Eng katta to'rt xonali juft sonning raqamlar yig'indisini toping debdi. To'rt xonali eng katta juft bo'lishi uchun 9, 9, 9 va 8 bo'lishi kerak. Mana shu eng katta to'rt xonali va u juft bo'lyapti. Unga 2 ni qo'shsangiz, o'sha 10,000 bo'lib, natija 5 xonali bo'lib ketib qoladi. Xo'p, raqamlar yig'indisi 9 qo'shuv 9 qo'shuv 9 qo'shuv 8. 3 ta 9'imiz 27 ni beradi. Unga 8 ni qo'shsak 35 bo'ladi. S javob. Ikkinchisi 1, 2, 3, 4 va hokazo 49, 50 ning raqamlar yig'indisini toping deyapti. 100 gacha bo'lgani uchun ishlatsangiz bo'ladi va u formula ham birdan boshlansa. Hozir bizning misolimiz birdan boshlanyapti. Shuning uchun 5n + 80 formulasiga qo'yib olsangiz bo'ladi. U mana bu formulaga qo'yishning shartlari bor. U birinchi navbatda birdan boshlanishi kerak. 1, 2, 3, 4 deb boshlanishi kerak. Agar 10, 15 desa, unda bu o'tmay qoladi bu formulamiz. Agar mabodo misol kelib qolsa, bunga oid yana sizga misol ko'rsatib beraman. Va 100 dan katta bo'lmasa, mana shu formula o'tadi. 100 dan kichiklari uchun. 100 dan kattalari uchun bu formulamiz ishlamay qolishi mumkin ba'zi bir sonlarda. Demak, n ni joyiga 50 ni qo'yamiz. 5 kara 50 qo'shilgan 80. Ko'paytirsa 250 bo'ladi. Qo'shib oladigan bo'lsa 330 bo'ladi. 330. Mana. Bo'ldi, javob 330 va javob chiqadi. Ishlash uslubi ham bor. Unga qo'yib olsangiz ham bo'ladi. 3. savolimiz 1 qo'shuv 2 qo'shuv 3 qo'shuv va hokazo qo'shuv 50. Endi bunda to'liq qo'shib chiqasan deyapti. Unda nima qilamiz? Unda boshi bilan oxirini qo'shib nechta son qatnashyapti, o'shanga ko'paytirib olasiz. 50 ta son qatnashyapti shu yerda. 1 dan 50 gacha. 1 ga 50 ta qo'shib 2 ga bo'lib, chiqqan natijani 50 ga ko'paytirsangiz, mana shu yig'indini hisoblagan bo'lasiz. Boshi bilan oxirini qo'shasiz va chiqqan natijani 50 ga ko'paytirasiz. Albatta bu formula qachon tushadi? Orasidagi farq 1 bo'lsagina o'rinli bo'ladi. Qarang, orasidagi farq 1 qo'shilyapti, 1 qo'shilyapti, 1 qo'shilyapti. Hammasi 1 qo'shilib ketyapti. Xo'p, bular qisqaramamiz 25 bo'ladi. Buni 61 desak, 61 ni 25 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Avvalo 60 ni 25 ga ko'paytiramiz. 6 kara 5 30 dan 3 dilda 12, 15 va bitta nol bor. Va plus 1 ni 25 ga ko'paytiramiz. 25 bo'ladi. 1525. 1525. Mana shu natija chiqadi. Qanday bo'ldi? Nechuk bu savdo? Mana bunday dedik-da buni. Xato hisobladikmi? 60 plusdan 1 dedikda 25 ga ko'paytirdik. Nimaga 61? Mana bu 51 ku. Mana bu 51. Demak, 50 ta 25 ga ko'paytirsak, mana bu 1250 bo'ladi. 25 ni qo'shsangiz 1275 bo'ladi. 1275. Javobimiz 1275 B javob ekan. Keyingi savol, 4-savol. 4-savol. Nima deyilyapti 4-savolda? Ikkita natural sonning yig'indisi 12 ga teng. Ikkita natural son bor ekan, a + b 12 ga teng ekan. Bu sonlar ko'paytmasi quyidagi qaysi biriga teng bo'la olmaydi deyapti. A ko'paytiruv b qaysi biriga teng bo'la olmaydi? Quyidagi deganda javoblardan ketishimiz kerak albatta. A javobda aytyapti 11. Birovni 1, birovni 11 desangiz bunga teng bo'la oladi, shuning uchun chiqib ketadi. B javobda aytyapti 20. Xo'sh, birovni 10, birovni 2 deymiz. Qo'shsak 12, ko'paytirsak 20. Bunga ham teng bo'la oladi, bu ham chiqib ketadi. S javobimiz 30. 30 xo'sh. 3 va 10, 13 bo'ladi. Yana 5 va 6. Mana shunga teng bo'la olmayapti.
Xo'p, D javobda 32. 32 nimaga 32 ni ololmaymiz? Sababi 8 kere 4 desak, 8 ga 4 ni qo'shamiz 12, ko'paytirsak 32. Demak, bunga ham teng bo'lib qoladi. Shuning uchun 30 degan javobni olamiz. Keyingisi 5-savol. 5-savolda aytyaptiki, A plus B plus C, A plus B plus C 24 bo'lsa, 50 dan 2A ni, 2B ni, 2C ni ayirib olganimizni qiymatini topishimiz kerak ekan. Bo'ldi, bunday qilamiz. 50 -2 ni qavs tashqarisiga chiqarib ketamiz. Ichkarida A plus B plus C qoladi. Buni o'rniga 24 ni qo'yib yuboramiz. Shunda 50 ayru 2 ni ko'paytirsangiz 48 bo'ladi. 2 degan narsa chiqib qolar ekan. Javob A. 6-savol. 100 ayru 99, 1000 ayru 99, 999, 998 ayru 997 va hokazo -3 plus 2 -1. Mana shunday kelyapti. Bu yerda nechta son qatnashyapti? 1 dan 1000 gacha 1000 ta son qatnashyapti. 1000 ta. Va ikkitasi birlashib 1 degan raqamni beryapti. Mana 1 1 bu yerda ham 1, bu yerda ham 1 ni beradi. Ayirmasida -3 dan oldin 4 bor-da bu yerda. 4 bor. Xo'sh, endi qarang, 1000 ta son qatnashayotgan bo'lsa, ikkitasi birlashib 1 ni beryapti. 4 tasi birlashib 2 ta 1 ni beryapti. 1000 tasi 1000 tani ichida ikkitalab birlashtirsangiz teng yarim bo'lib qoladimi? 500 ta 1, 500 degan natija chiqib qoladi. Javob C. Keyingisi 7-savol. 7-savolda aytyapti, 12A 12B -84 teng ekan 2400 bo'lingan 200 ga ekan. Buni hisoblaymiz. Mana bular ketadi. 24 2 ga bo'lsak 12 bo'ladi. 12 ga bo'lib yuboramiz hammasini. Hammasini 12 ga bo'lib yuboramiz. Bu yerda A qo'shib B -12 ga bo'lib olsak 7 teng, bu yerda 12 ga bo'lib olsak 1 bo'lyapti. 1 bo'lyapti. Endi 7 miz bu tomonga qo'shib bo'lsa A qo'shib B teng 8 bo'ladi. A qo'shib B teng 8. Bizda aynan shuni so'rayapti. A javob bo'lar ekan. Keyingisi 8-savol. 8-savolda aytyaptiki, ABC 3 xonali son ekan. ABC 3 xonali son katta ekan 891 dan. Tengsizlik o'rinli bo'lsa, A plus B plus C ning eng kichik qiymatini toping deyapti. A plus B plus C ning eng kichik qiymati, minimal qiymati katta bo'lish uchun albatta mana bu 892 desak ham bo'ladi. 892 yoki masalan 900 desak bo'ladi. Raqamlar yig'insi eng kichik bo'ladi. Hozir hissiyotga berilmaylik, mana qarang. Va buni 892 ham 891 dan katta albatta. Lekin 892 ni raqamlar yig'insi bilasizmi, u ketadi. Oho. 17 qo'shsak 19. Fikrlash kerak. Mana 900 deb olsak, mana uni 0 ga aylanib ketadi-da. Natijada raqamlar yig'indisi 9 plus 0 plus 0 natija 9 chiqib qoladi. Agar B va C'lar turli raqamlar bo'lsa 9 deya olmaymiz. Bu yerda turli raqamlar. 9 degan javob ham bor, lekin turli raqamlar demaganda raqamlar degan shunchaki, demak 9 degan javobimiz B ni belgilaymiz. Agarda yo'q 9 emas desak 10 degan javobimiz ham bor. Turli raqamlar deb olsak, mana birovni 1 deb qo'yamiz, bo'ldi. Birovni 1 deb qo'ysak yetarli bo'ladi. 9 plus 0 plus 1 10 bo'ladi. 10 ham bor-da, uyqusin. S. Agar men bularni harflariga qarayapman-da, ekan turli harflar ishtirok etyapti. Ha, demak, turli raqamlar bo'ladi desam 10 bo'ladi. Yoki yo'q, turli raqamlar degan so'z ishtirok etmagan. Shunchaki topingsa 9 bo'lyapti. No, lekin 8 bo'lmaydi. 8 bo'lmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Javob qaysi? B mikan, C mikan, ha? Turli raqamlar ham deb aytmaganda. Javob 10 deb belgilayman. C. Chunki harflar turlicha. Shuni o'zi aytib turibdi deymiz. 9-savol. Endi joy tejash uchun qo'shilib ketayotgan bo'lsa uzr, shu pauza qilib ishlab berilgan, shu tugatgan paytini pauza qilib yozib olishga harakat qiling. Shunda adashib ketmaysiz, xudo xolasa. Ketdik, qarang. Davom ettiramiz. Bizga bunday raqam berilyapti ekan, son berilyapti ekan. Quyida berilgan son necha xonali? 24 68 nima? 6 8 10 12 bu hokazo 98 100. Bu yerda arifmetik progressiya bo'lyapti. Mana bu formulaga qo'yasiz. A n teng A1 plus n minus 1 karra d.
Bu yerda nechta xat qatnashayotganligini bilsak, bu nechta xat qatnashayotganligini bilsak kifoya qilmaydi. Nima uchun? Sababiki ikki xonali songa o'tdimi, u уже ikkita raqamdan iborat bo'ladi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, mana bularni o'zi bir xona, ikki xona, uch xona, to'rt xona, besh xona deb sanaladida. Xo'p, uni ham yo'lini topsak bo'ladi. Hozir bunday qilamiz, qarang. Tak, qarang. n ni joyiga 100 qo'yamiz, a1 ni joyiga 2 qo'yamiz, n-1 kara d ni joyiga 2 qo'yamiz. 2, 4, 6 har safar 2 qo'shilib boryapti. Shuning uchun d ni joyiga 2 qo'ydik. 2 ga bo'lib olinglar. 50 teng bo'ladi 1 plus n-1. 1 lar qisqarsa n teng 50 ta. Shu yerda 50 ta xat qatnashyapti ekan. 50 ta xatdan mana bundan boshlab bu tomoni to 98 gacha ikki xonali hisoblanadi. Ikki xonali. Shular nechta? Shuni topib olaylik. Bu yerda 1, 2, 3, 4 ta, bu yerda esa bitta xat. Raqamni sanamang, yana bunday qilib 1, 2, 3 ta xonasi bor demak, 3 xonali deb sanamang. Shunchaki hozir 50 tadan nechtasi chiqib ketadi o'yindan, shuni topib olaylik. 1, 2, 3, 4 ta, bu bilan 5 ta. 5 ta chiqib ketsa 45 tasi ikki xonalimi? Ikki xonali. Bittasi 3 xonali, bittasi 3 xonali va 4 tasi 1 xonali. 4 tasi 1 xonali. 45 tasi 2 xonali bo'lsa 90 xona bo'ladi. 90 xona. 90 xonaga 3 xonani qo'shsak 93 xona bo'ladi. 93 ga 1 xonani qo'shsak 94 xona bo'ladi. Mana 94 xona ekan. Javob 94 xonali. Necha xonali? Yo'q, mana javob. Nechuk bu savdo? Nima uchun? 8 10 dan boshlanyapti-ku. 90, 93, 94, 50 tadan 4, 5 da yerda 45. Xo'p, bunday qilaylikchi, yana xuddi shunga qo'yib ikki xonalilar nechta? Shuni topib olaylikchi. 98 teng a1 ni joyiga 10 plus n-1 kara d ni joyiga har doimda 2 bo'ladi. Mana shu yerdagi xonalar soni, xona emas, nechta shu yerda raqam ishtirok etyapti. Shuni topmoqchiman. Ya'ni raqam emas, son, nechta son ishtirok etyapti. Tak, ketdik. 2 ga bo'lib olsak 49 teng 2 ga bo'lib olsak 5 plus n-1 bo'ladi. Mana bu 4 bo'ladi, bu yoqqa o'tadigan bo'lsa n teng 4 bu tomonga o'tsa 45 ta. 45 ta. 45 ta son ishtirok etyapti. 10 dan 98 gacha 45 ta son ishtirok etyapti. O'sha 45 talikda nahotki 94 degan javob yo'q. Necha xonali? Quyidagi berilgan savol necha xonali? 45 tamiz. Ikkita xonadan bo'lsa 90 xona bo'ladimi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh! 4 tasi bir xonali deb. Mana bu yerda qo'shishda bitta olib ketibmizda. Tushundingizmi? Nechta bir xonali bor? 4 taku bo'ladi. 4 qo'shishimizga 97 bo'ladi. Mana bu ham to'g'ri ketyapmiz. 97 xona javobimiz B javob. Biza birda qo'shib qo'yamiz. Nechtaligi? Shuni qo'shishimiz kerak. Bittasi 3 xonali. Nimaga bunda bu tomonni qo'shmadingiz deyishingiz mumkin. Chunki xonalar soni 3 tada. Xonalar soni 3 ta. Demak 1, 2, 3 qo'shilish kerak. Bunda bir xona-ku. Bir xonadan 4 tasi 4 xona bo'ladimi? 4 qo'shishimiz kerak edi. Mana shuning uchun. Javob 1. Xo'p, keyingisi 10. 10-savol. 10-savolda aytyapti, dastlabki 100 ta toq son ketma-ket yozilganda 6 raqami necha marta uchraydi? Dastlabki toq son necha marta ketma-ket yozilganda 6 raqami necha marta uchraydi? Toq. Menimcha 6 bilan tugaydiganlar toq bo'la olmaydi. 100 ta deyapti. Demak, unda 60 birdan 100 gacha 50 ta bor-da. Birdan 100 gacha 100 ta toq son ketma-ket yozilibdi. Agar u toqmi, juftmi ketma-ket yozaversangiz, birdan 100 gacha 100 ta son bor-da. 100 ta son. Shuni 50 tasi toq, 50 ta toq, 50 ta juft bo'ladi. 50 ta juft. Demak, bizlarda 100 ta toq yozilyapti. Birdan 100 gacha emas, 100 ta toq yozilyapti.
Xulosa qarang, 60liklar toq bo'lishi mumkin. Masalan, 61 toq qo'shib ketaverasiz. 63 toq, 65 toq, 67, 69 toq bo'ladi. 6 bilan tugaydiganlari toq bo'la olmaydi. Dastlabki 100 ta toq son ketma-ket yozilganda nechta toq 6 raqam necha marta uchraydi? 1 2 3 4 5 ta bo'ldi. 5 degan javob ham bor, lekin u emas. Bizga 100 ta toq yozilyapti. Undan keyingilari ham borda, 101 dan boshlab to 200 gacha yana. Mana bularda toq uchraydi. 161 6 uchraydi. 163 165 167 169. Mana shunday yana uchraydi. 10 ta bo'ladi shunda. 200 gacha yana 50 ta toq bor. Javob 10 ta. 10 ta. Dastlabki 100 ta toq deyapti-ku, 50 ta 100 ta ichida, keyingi nimada 200 ichida yana 50 ta desak. Xo'sh. 100 tasi necha bilan tugaygan shuni topib olaylik-da. Eng kichik toq son necha? 1 mi? 1. 1, keyingisi 3, keyingisi va hokazo. Eng kattasini topaylik, hozir men sizga xulosa chiqaraman. Eng kattasini topish uchun a n teng a1 plus n minus 1 karra d degan formulaga qo'yib yuboramiz. Mana shu formulani eslab qoling. a n teng birinchi qavda 1 bilan boshlanyapti. N'imiz 100 ta toq deyapti. 100 dan 1 ayiramiz 99. Orasidagi farq 2. Orasidagi farq 2. Bu 18 8 bir dilda, 18 bir dillar bilan 19 bo'ladi. Qo'shsak 199. Ko'rdingizmi? 200 gacha boryapti-da. Bo'ldi, 200 dan oshib ketdi ekan. 100 ta toqimiz 200 dan oshib ketdi ekan. Oxiri 199 bo'lar ekan. Mana shu yerda 100 ta toq qatnashyapti. 100 ta toq. Bular ichida albatta 60liklar va 160liklarda 6 raqam ishtirok etadi. Qolganlarida emas. Deyishingiz mumkin, 76 chi deyishingiz mumkin. 76 juftku. Yana 6 ishtirok etib qolsa juft qilib qo'yadi. Toq bo'lmay qoladi. Nima deganimni menimcha angladingiz? Javob 10 ta bo'ladi. Siz javob bo'ladi. 10 ta. 11-savolga o'tdik. 11-savol. Xo'sh, 11-savolda nima deyilyapti? 11-savolda yig'indida ishtirok etayotgan har bir Yig'indida ishtirok etayotgan har bir qo'shiluvchi 4 ta oshirilsa, demak 36 ga oshirgan yig'indida nechta son ishtirok etyapti? 9 ta. Har bir 4 ga oshirilsa, yig'inda 36 ga oshar ekan. Demak 9 ta 4 birlashsa 36 bo'ladi-da, 9 ta. Javobimiz B bo'ladi. Yig'indidagi qo'shiluvchilar har bir 4 ga oshirilyapti ekan. Jami yig'inda 36 ga ortyapti ekan. Qarang, ikkita bo'lsa 8 ga ortadi. 8 ga ortadi. Ya'ni har biri 4 tadan oshirilsa, ikkita son ishtirok etayotgan bo'lsa, ikkita sonimiz har bir 4 tadan oshirilsa 8 ga ortadi. 3 ta sonimiz bo'lsa 12 ga ortadi. 9 ta sonimiz bo'lsa 36 ga ortadi. Menimcha tushundingiz nima bo'lganini. Keyingi savolimiz 12. 12-savolda nima deyiladi? X qo'shilgan y'imiz 19 ga teng bo'lsa, x ko'paytirilgan y'ni eng katta qiymatini toping deyapti. Natural sonlar ekan. Son ekan mana bu. Son bo'lsa 10 va 9 bo'lishi ham mumkin. 90 bo'ladi. Qo'shganimizda 20 bo'lolmaydi birortasi. Chunki 20 ga qanaqadir sonni qo'shsangiz natural son 0 ham bo'lolmaydi-da. Qo'shsangiz 19 dan katta chiqib ketib qoladi. 20 bo'lolmaydi. 18 bo'ladi. 18 plus 1. 18 chiqib qoladi. 17 bo'ladi. 17 ko'paytiruv 2. Bu 34 bo'ladi. Tushib kelaversak 16 ko'paytiruv 3 48 bo'ladi. Kattalashib kelaveryapti. Qarang, 15 ko'paytiruv 4 60 bo'ladi. 10 gacha kelganimizda 10 kara 9 90 bo'ladi. Undan kichiklashamiz. 8 bo'lsa va unisi 11 bo'ladimi? 88 bo'ladi. Yana takrorlanib kelaveradi-da, Demak, javobimiz mana 90 bo'ladi. Eng kattasi 90. S javob. Keyingisi 13. 11 ga karrali eng kichik va eng katta 3 xonali sonlar yig'indisini toping. 11 ga karrali eng kichik va eng katta 3 xonali. Eng kichik va eng katta 3 xonali 11 ga karrali deyapti. 3 xonali.
3 xonali bo'lsa, birinchisi 110 da. Bunday qilamiz. AN teng A1 plus xo'sh, A1 plus N minus 1 karra D desak, har safar shu 11 qo'shib ketaveryapti-da, 11 ga karrali degan. Birinchisi masalan 99, unga 11 ni qo'shsangiz, 11 ni qo'shsangiz-chi bo'ladi 99 ga. 99 unga 11 ni qo'shsangiz 10 nol 1 da 10 11 110 bo'ladi. Eng kichigi 110. 110. 3 xonali deyapti. 3 xonali. Har safar 11 qo'shilyapti. N minus 1 yana D joyiga 11. Xo'sh. 11 ga karrali eng kichik va eng katta 3 xonali. Mana shu n ga teng. Mana n ni joyiga shunday son qo'yishingiz kerakki, u 4 xonaga o'tib ketmasligi kerak. 3 xonada qolishi kerak. Masalan, n ni joyiga 10 qo'ysam, 10 dan 1 ni ayrsam 9 bo'ladi. Buni 99 desak, buni qo'shib olsak 110 ga 99 da 9 10 nol 1 da 209 bo'ladi. Yo'q, ketaverar ekanda. Ketaverar ekan. Eng kattasi nechi bo'ladi? Eng kattasi yig'indisini toping debdi. Eng katta 3 xonali bo'lsin yana. 3 xonali bo'lsin. 11 ga karrali. Mana bu nechi? 4 xonaliga o'tib ketmasligi uchun. Keling 10 qo'ydik, bo'lmadi. 100 qo'ysak 99 bo'ladimi? 99 ni 11 ga ko'paytirsam 9 18 8 1 da mana. Uje oshib ketyapti. 100 qo'ysak oshib ketyapti. 99 qo'ysak ham 1 da aytsak 98 bo'ladi. 98 bo'ladi. 8 9 8 9 8 17 1 da 10. Mana yana oshib ketyapti. 1000 4 xonaliga o'tib ketyapti. 78 bo'ldi. 90 qo'ysak 90 ni 1 da aytsam 89 bo'ladimi? 89 ni 11 ga ko'paytirsak 89 ni 11 ga ko'paytirsak 9 8 9 8 9 bu qo'shilsa xo'sh 17 ni 7si 1 da 979 bo'ladi. 110 ni qo'shganingizda bu 4 xonaliga yana o'tib ketib qoladi. Xo'p. Mana bu 9 bo'lmasligi kerak. Demak, 9 bo'lmasligi uchun xo'sh. 9 bo'lmasligi uchun 800 lik nimadir chiqishi kerak mana shundan. 800 lik nimadir chiqishi kerak. 800 lik chiqishi uchun 79 ni ko'paytiraylik-da 11 ga. 9 7 9 7 qo'shsak 9, buni qo'shsak 16 nos 1 da 869 bo'ladi. Agar 81 bo'lsa, 80 ni 11 ga ko'paytiring. 0 8 0 8 880 bo'ladi. Bu ham bo'lyapti-ku. 880. 110 ni qo'shing. 110 ni qo'shganingizda 9 9 0 bo'ladi. 990 bo'ladi. Mana yashang. 990 ga 11 ni qo'shing. 1 10 nol 1 da mana 10. Uji kattalashib ketyapti. Eng kattasi 990 ekan. 3 xonali son. 990 ga 11 ni qo'shing. 11 ni qo'shganimizda 4 xonaliga o'tib ketyapti. Demak, A-imiz 990 ekan. Mana shularning nimasini toping deyapti? Yig'indisini toping deyapti ekan. Bu 990 ga 110 ni qo'shib olishini so'rayapti. 10 10 nol 1 da 10 1 11 1100. Keyingisi 14 yerga sig'dirishga harakat qilamiz. 14 ABC natural sonlar uchun A qo'shuv 2B qo'shuv 3C teng 40 ekan. Tenglik o'rinli bo'lsa A qo'shuv B qo'shuv C eng kichik qiymatini topishimiz kerak. Eng kichik qiymatini natural sonlar uchun deyapti. Dahshat savol-ku. Natural sonlar uchun 40 tenglik o'rinli bo'lsa A plus B plus C ning eng kichik qiymatini toping. Agar buni C dan boshlashimiz kerak-da, bu yerga sig'may ekan, bu doskadan ishlaymiz. Buni o'chirib tashlayman. Qarang, agar bu tomon ko'rinmay qolyapti-ku, sal yo'lga tortamiz, noqulaylik uchun uzr.
Mana bu tomon tushmay qolyapti ekan. Bor uzr. Xo'sh, qarang. 8 da javobni 1 deyapti ekan orqasida. Ya'ni eng kichigini toping deganda 9 da olyapti ekan. Ular B ni ham S ni ham ikki xil harf bo'lishidan qat'iy nazar 0 qo'yib ketilgan javob tanlangan. Lekin men bu masalada ham aytib o'tdim. Ya'ni turli harflar kelyaptimi? Demak, bir xil raqamlar bo'lmasligi kerak deb aytdim. Ya'ni B harfiga ham 0, S harfiga ham 0 kelishi harflar turlicha. B bo'lganda 0 deb ketsak bo'lardi. Harflar bir xil bo'lsa, sonlar ham bir xil bo'lardi. Ammo bu yerda harflar har xil. Shunday bo'lsa-da 9 olinyapti ekan. Ya'ni harflar 0 deb ketilyapti ekan. Yoki aytilish kerak edi. Takrorlanaversin o'sha nimalar, raqamlar 0 takrorlanaversin. Mana har xil harf bo'lish. Demak, men aytmoqchi bo'lganim misolda ozgina berilishda, ozgina ko'p emas, kamchilik bor. O'quvchini chalg'itadi. Yoki 10 degan javob bermasi kerak edi. Shunda 9 ni belgilar edik. Chalg'itadi juda ham. Mana shu harflar har xil va shartida ham aytilmagan. Bir xilini olavering. Mayli, bir xil takrorlanaversin, 0 bo'lib demagan. Men o'yladim, bu so'z kelmagan, takrorlanaversin degan so'z kelmagan va harflar turlicha. Agar men buni o'z boshimchalik bilan takrorlantiradigan bo'lsam, masala shartida takrorlanish haqida ham gap bormagan va aksiga olib harflar turlicha. Bunda xato bo'ladi deb men raqamlarni takrorlantirmadim va 10 degan javobni bosdim. Bunda kamchilik bor, lekin 9 olindi. Bunaqa bo'lmasi kerak. Xo'p. Bo'ldi, qolgan joylar muammo yo'q. Men berlar ko'rinmay qolibdi. Men kamerani qaragan paytimda sezib qoldim. Ko'rib olasiz bu yerni ham. Xo'p, o'chirib tashlayman doskani. 14 ni ishlaymiz. Xo'sh. Boshladik. Bizga aytayaptiki 14-savolga kelgandik. 14-savolda ABC natural son ekan. Natural son. Demak, ikki xonali bo'lishi mumkin, chunki son dedi, raqam emas. A qo'shuv 2B qo'shuv 3C 40 ga teng ekan. 40 ga teng ekan. A plus B plus C ni eng kichik qiymatini, minimal qiymatini topishimiz kerak ekan. Nimaga teng bo'ladi minimal qiymati deb so'rayapti bizdan. Xo'p, biz nima qilamiz? E'tiborli bo'ling. Xo'p. Birinchi raqamlardan foydalanamiz. Raqamlardan bunga 9 da, bunga 8 berib ko'ramiz. Agar S teng 9 bo'lganda 3 kere 9 27 bo'larmidi? B teng 8 bo'lganda 8 kere 2 16 bo'lgan bo'larmidi? Qo'shsak 7 ga 6 ni qo'shsak 13 3 1 dilda, 2 ga 1 ni qo'shsam 3 bilan 1 dillar bilan 4 43 mi? Iye. Katta bo'lib ketib qoldi 43. 7 ga 6 ni qo'shaman 13 3 1 dilda 30. Katta bo'lib ketdi. Xo'p, demak kichiklashtiramiz, joy o'zgartiramiz. Mana bunga 8 ni, bunga 9 ni berib ko'ramiz. 8 ni berganimizda 3 kere 8 24 bo'ladi. 9 ni berganimizda 2 kere 9 18 ni beradi. Qo'shib ko'raman 12 ni x 1 dilda 30 42 bo'ladi. Yana katta bo'lib ketib qolyapti. Demak, S ga 9 ham 8 ham yaramadi. S ga 7 berib ko'ramiz. 7 bersak 21 bo'ladi. 21 bo'lsa B ga 8 berib ko'ramiz. 8 berib ko'rsak, xo'sh, minimal deyaptimi? 7 bera olmaymiz, chunki turli natural deyapti. ABC natural son deyapti. Takrorlanmasin. 7 bera olmaymiz. 8 berib ko'rsak, xo'p, 6 berib ko'rsak. 6 berib ko'rganimizda 6 kere 12 bo'ladi, to'g'rimi? Qo'shib olsak 1 ga 2 ni qo'shamiz 33 bo'ladi. Shunda A ham nima bo'lib qolar ekan? 7 bo'lib qolar ekan. Chunki 33 ga mana bu A ni qo'shsangiz 40 ni berish kerak-da. 33 ga 7 ni qo'shsak 40 bo'lib qoladi. 7 bilan 7 takrorlanib qoldi. Demak, mana bunga 6 bilan 8 berib ko'ramiz. 8 berib ko'rsak, 3 kere 7 bo'ladi. Mana bu 21 degani, 2 kere 16 degani qo'shsak 7 37 bo'lyapti. A'miz 3 bo'ladimi shunda? Shunda 40 bo'ladi. Mana shuni qo'shib olamiz endi. 15 ga 3 qo'shsak 18.
qo'shib olsak 18. Minimali 18. Da ko'raylikcha shuni. Omay kelanyapman-da. Qarang, bu yerda 18 degan javob ham yo'q-ku. Ha? S'ga 7 berganimizda 21, B'ga 8 berganimizda 16, qo'shsak 37. 37 bo'lsa 40 bo'lish uchun A'ga 3 beramiz. Qo'shsak 15 bo'ladi. Bu bilan katta o'qiydi. 8 bersak nima uchun yaramadi? Buni kattaroq qilsak qolgani kichik to'g'ri keladi-da. Qarang, bunday qilaylik-da, mana bu 9 beraylik. 9 beraylik S'ga. Sabab nimasi? Sabab bunga kattaroq bersa qolganlariga kichikroq to'g'ri keladi. 27 bo'ladimi? 27 bo'ladi. Boshqa iloj yo'q-da, tushunyapsizmi? Boshqa ilojimiz yo'q. 2 karrali, 3 karrali qilib tashlash kerak. Mana shu son berib topamiz. Endi qarang, men mana bunga bularga eng kichik sonlardan boshlayman. Bunga 1 beraman. Bunga 1 beraman. Shunda 28 bo'ladi, juft bo'ladi-da, mana juft bo'lish uchun. 28 mana ikkalasi 28 bo'ladi mana. Qo'shib olganimizda. Bizlarga endi necha kerak? 28 bo'lsa 28 bo'lyapti. 40 dan ayirsak qarz beramiz. 12 kerakmi? 12 bo'lish uchun bu 6 ni oladi. Mana. Tushunyapsizmi? Mana shu yerga qo'yib chiqsangiz, A ni joyiga 1, B ni joyiga 6 qo'ysak 12 bo'ladi, S ni joyiga 9 qo'ysak 27 bo'ladi. Qo'shib olsak 13 bo'ladi, qo'shib olsak 11 bilan 40 bo'ladi. Mana buni qo'shib olsak 16 chiqadi. 15 birni qo'shsak 16. A plus B plus C bu yerda 16 chiqadi. 16 degan javobimiz bor S javobda, lekin undan ham kichkina bo'lishi mumkinmi? Agar borku, agar juft hosil qilishimiz kerak, 2 qo'ysak bo'lmaydi. 3 qo'ysak mana bu 3 qo'ysak nima bo'ladi? Hozir qarang, agar S ga 9, A ga 6, A ga 1, A ga 1, B ga 6 olganda natija A plus B plus C 16 chiqdi. Undan ham kichkinasini fikrlay olamanmi? Undan ham kichkinasini topamiz. Demak, S ga 9 qo'yamiz, S ga 9 qo'yamiz. A ga endi 3 qo'yamiz. Endi juft bo'ladi-da qo'shganimizda shunda. 27 ga 3 qo'shsak 30 bo'ladi, B'imiz 5 bo'ladi. Qo'shib olsak 14, qo'shsak 17 bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Agar S'imiz 9 da, A'imiz 3 da, B'imiz 5 da olsa, natija A plus B plus C 17 bo'lyapti. Kattalashyapti. Demak, bu ham bo'lmaydi. Bu ham bo'lmaydi. A ga 9 da olsam, S ga 9 da olsam, A ga 5 da olsam. Xo'p, natijada 27 bo'ladi. 27 ga 5 ni qo'shsam 32 bo'ladi. 8 bo'lish uchun B'ni 4 ta olish kerak. Qo'shsam 13 bo'ladi, qo'shsam 18 bo'ladi. Ko'ryapsizmi? S ga 9, A ga 5, B ga 4 ta olsam, A plus B plus C'imiz 18 bo'ladi. Bo'lmaydi. Xo'sh, 7 ni olsamchi? A ga 7 ni olsam. B ga nima olaman? Juft bo'lish kerak. 27 bo'ladi. 27 ga 7 qo'yib qo'shsam 34 bo'ladi. 6 kerakmi? 6 bo'lish 3 bo'ladi. 3. Qo'shsam 12 bo'ladi, qo'shsam 19 bo'ladi. Kattalashaveryapti bu. Yo, kattalashaveryapti. Xo'sh, endi keyingisi 9 da, A ga 9 olinishi kerak. Bo'ldi. Eng kichigi 16 degan javobda to'xtaymiz. Keyingisi takrorlanadi. To'xtang, haqiqatan ham A ga 9 olsam, A ga 9 olsam, S ga nechini olaman? S ga endi 7 ni olishim kerak-da. 7 ni olsam, S ga 7 ni olsam, mana ko'payib 21 bo'ladi. 30 bo'ladi. B'ni nechini olish kerak? 5 ni olish kerak. Bu yana takrorlanadi-da, mana bu qo'shganimizda 14, 7 ni qo'shsam bor, 21 bo'lib ketadi-da, yana kattalashadi. Mana bu 3 qo'shib ketyapti. Xullas, javobimiz 16, 15 ta va 14 ni chiqara olmadim. 16 javobsa. Keyingi savol 15-savol. 15-savolda nima deyilyapti? Qarang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raqamlar nechta turli deyapti. Turli deganiga urg'u beramiz. Turli 3 xonali son tuzish mumkin deyapti. 1,
2, 3. Nechta imkoniyat bor? Birinchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 7 ta imkoniyat bor. Bittasi kelib joylashsa, bittasi kamayapti, 6 ta imkoniyat qoladi. Yana bittasi kelib joylashsa, bunisida 5 ta imkoniyat qoladi. Ko'paytirib olsak 42 bo'ladi. 42 mingga ko'paysa 10 birdirlar 20 21 210 degan javob bo'ladi. D javob. 16-savol. 16-savol. Usta bir kunda 18 ta, shogird esa 12 ta detal tayyorlaydi. Bir kunda usta qancha yasar ekan? Usta 18 ta, shogirdchi? Shogird 12 ta detal yasaydi. Agar ular birgalikda ishlab, usta plus shogird birgalikda ishlardagi 450 ta detal tayyorlagan bo'lsa, shogirdning o'zi nechta detal tayyorlagan deyapti. Bir xil kun ketgan. Bir kunda 18 ta bo'lsa, n ta kunda usta n kara 18 ishlagan, shogird esa n kara 12 ishlagan. Natijada 450 natijani chiqargan. Bir vaqt ishlaganda, bir vaqt davomida ishlagan, n vaqt davomida. Xo'p, qo'shib olsak 18 ta n ga 12 ta n ni qo'shib olsak nechta n bo'ladi? 10 30 teng 450. Mana ular ketsa, bular ketsa, n'imiz 15 chiqadi. Shogird nechta taxlagan deyapti, mana uni bunga ko'paytiramiz, tamom. N kara 12 ku, n ni joyiga 15 ni keltirib qo'yamiz. 15 ni 10 ga ko'paytiramiz, 150, 2 ga ko'paytiramiz, 30. 180 ta detal shogird tayyorlagan. 180 ta detal tayyorlagan. S javob bo'ladi. 17-savol. 17-savol nima deyapti? 945 dan kichik 3 xonali natural sonning raqamlar yig'indisi. Nima deyapti? 945 dan kichik 3 xonali natural sonning raqamlar yig'indisi eng ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin deyapti. Eng ko'pi bilan 945 dan kichikda men 8 olaman, bunisiga 9 olaman. Son bo'lsa bo'ldi, bunisiga ham 9 olaman. Bo'ldi. Qo'shsam 18, qo'shsam 26 bo'lyapti. Boya takrorlanmadi-ku. Shuning uchun takrorlantiraveramiz. 9 olaveraman. Javob 26 bo'lyapti, D javob. Eng ko'pi deyapti-da. 18 ga keldik. 18 nima deyapti? A va B natural sonlar uchun 3a imiz qo'shilgan 7 ko'paytirilgan 2b ayrilgan 3 teng 19. Tenglik o'rinli bo'lsa, b ning qiymatini toping deyapti. A va b nima? Natural son ekan. Demak, birovi 19 ga, birovi 1 ga teng. 3a plus 7 ni 19 ga tenglashtiramiz, 2b minus 3 ni esa 1 ga tenglashtiramiz. Ayirishga o'tkazsak 3a teng 19 dan 7 ketsa 12 bo'ladi. A imiz 4 ga teng chiqib qoladi. 2b teng bu yoqqa qo'shib o'tsa 4 bo'ladi, b teng 2 chiqadi. Nimani so'rayapti bizdan? Bizdan b ni qiymatini so'rayapti. B ni qiymati 2. B ni qiymati 2, b javob. 19 kara 1 dedikda, shuning uchun bunday qildik. 21 bo'lganda 7 kara 3 desangiz ham bo'lardi. 27 deganda 9 kara 3 desangiz ham bo'lardi. Va hokazo shunday qilib ketaverasiz. 19 bo'lganligi uchun 19 kara 1 dedim. 19-savol. 19-savol. Kitobni sahifalash 3-betdan boshlanadi. Kitob 3-betdan boshlanadi. Betdan boshlanadi. Xo'p, ma'lum bir kitobni sahifalash uchun 8 raqami 7 marta ishtirok etdi. 8 raqami 7 marta ishtirok etdi. Ushbu kitob eng ko'pi bilan necha betdan iborat bo'lishi mumkin deyapti. Qarang, 3-betdan boshlansa sahifalash 3-betdan boshlab 1 ishlatiladimi shunda? Mana kitobga qaraylikchi, bu kitobimizda Manda birinchi bet yozilmagan. 4 yozib ketdi. 4, 5, 6. Xo'p. 8 orqasiga 9 yoziladi. 8 raqamni 7 marta ishtirok etdi deyapti-ku. 8, undan keyingisicha, undan keyingisi 18, undan keyingisi 28 da keladi 8, 38 da keladi. Keyinchi nechta bo'ldi? 48 da
Yana 8 qo'shasiz. 8 qo'shmaysiz, 58 da keladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da bo'ldi. Keyingisi 68 da keladi. 68 bo'lsa qaysi savol ishladik? Yo'q, bu bitta ishladik, ha. 68 bo'lsa 3-bitdan boshlanganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 marta ishtirok etdi. Lekin degan joyi bor. Necha bet ishlatiladi deyaptimi kamida? Ko'pi bilan necha betdan iborat bo'lishi mumkin deyapti. 8 raqami 7 marta ishtirok etdi. 8-betda ishtirok etadi 18da. 28da, 38da, 48da, 58da va 68da 8 raqami ishtirok etadi. Xo'sh. Ko'pi bilan deyapti. Ishtirok etadi. 78 ga borganida, o'sha 8-marta ishtirok etayotgan bo'ladimi? Bitta kamda. Tushunyapsizmi? Bitta kam 77 gacha borsa 8-marta ishtirok etishga yo'l qo'yilmaydi. Tushunyapsizmi? 77 gacha borsa 8 raqami 8-marta ishtirok etish uchun yo'l qo'yilmaydi. 78 bo'ldimi, o'sha 8 marta ishtirok etib qoladi-da, masala shart buziladi. Mana mohiyat qayerda. Ajoyib, respekt. 77 betdan iborat. Kitobimiz sijob bo'ladi. Xo'p, keyingisi to'g'ri aytishingiz mumkin, 69 betdan iborat bo'lishi ham mumkin edi. 68 betdan iborat bo'lishi ham mumkin edi. Lekin bizdan so'rayapti. Ko'pi bilan deb so'rayapti. Mana shu joyi eng muhimi. Ko'pi bilan 77 bet bo'lsa, 78-betga bormasi nuqta qo'yiladi nimaga? Davom etamiz. 20-chi. Va nihoyat ikkinchi variant tugatyapmiz. O'ngdan chapga va chapdan o'ngga bir xil o'qiladigan uchxonali sonlar nechta? O'ngdan chapga va chapdan o'ngga o'qiladigan uchxonali sonlar nechta? 101, 101. Keyingisi 111, keyingisi 121, 131, 141 va hokazo. 999 arqaga qaytarsak 10 ta arqaga qaytaring, 10 ayirsak 989 va nechta deyapti? Boshlaylik. 999 eng kattasi ekan. Yana mana formulaga qo'yamiz. A1 plus n-1 karra d ga birinchi hadimiz 101 ga teng, n-1 d-imiz esa 10 ga teng. 101 ayirish bo'lib o'tadi. 999 dan 101 da ayirsak ayrilmay qoladi. 101 ham chapdan o'ngga o'qiysiz, o'ngdan chapga o'qiysiz, bir xil. 111, 120, 131, 131, 151, 161, 171, 181 va 191 bo'ladi-da. Keyingiga o'tishda qarang. 202 10 qo'shsak o'tmayapti-da. Tushundingizmi, bu nima bo'lyapti? Masalani qarang. Go'zalligini. Mana bu borku 191 gacha keladi. 191 gacha keyin 202 boshlanadi. Mana bu yuzliklarning ichida nechta bor? Shunaqa o'ngdan chapga, chapdan o'ngga o'qiladi. Uni mana bu formula orqali topamiz. A teng A1 plus n-1 karra d. A joyiga 191 qo'yamiz. A1 joyiga 101, n-1 karra d ni joyiga 10. Bu yoqqa ayirish bo'lsa, birdan bir ketsa nolmi? 9 mi va 90 mi? 90 va bo'lamiz 10 ga tenglashtiramiz n-1 ga. Bular qisqarsa n teng 10 ta. 200 likda ham xuddi shundayda. 292 gacha boradi-da bu. Yana 10 ta. 303 dan boshlab 393 gacha boradi. Yana 10 ta. 404 dan boshlab 494 gacha boradi. Yana 10 ta. Qarang, bu yog'ini qo'lda sanaylikda. 100 likda, 200 likda, 300 likda, 400 likda, 500 likda, 600 likda, 700 lik, 800 lik, 900 likda.
900 likda. Bo'ldi, 3 xonadan o'tib ketib qoladi. Har birida 10 tadan bo'lsa, 9 ta barmam yopdim. 990 ta bor bunaqa sonda. Nechta bor? 90 ta. 90 ta bor. Sizga javob bo'ladi va biz bu ikkinchi testni ham tugatdik. Keyingi mavzuga o'tamiz, xudo xohlasa. I just had to let you know you're